charchadim. Buncha ham og'ir bo'lmasa. Musbatoy, qayerda qolding? Ha, Musbatoy. Masibi, salom. Bolajonlar, salom. Voy bu, nimalarni ko'tarib olding? Voy, qarashib yubor, ko'p gapirasan-a? Shuni bir joyga qo'yaylik. Bo'pti kel. Voy, muncha og'ir bo'lmasa, tosh solib olganmisan? Men-chi, tadqiqot o'tkazyapman. Tadqiqot. Oho, Maktab sumkalarining chidamliligini o'lchayapman. qanday qilib? Hozir ko'rasan. Mana. Uring! Biz sayohatga ketyapmiz. Voy. Qanaqa sayohat? Aytdim-ku, tadqiqot o'tkazyapman deb. Shirinliklarning tadqiqotingga nima aloqasi bor? Bolalar, nimani yoqtirsa, shularni deyarli hammasini maktab sumkasiga soldi. Maktab sumkalari necha kilogrammgacha yuk ko'tara olishini sinayapman. Endi tushundim. Bu sumka qanchalik chidamli bo'lmasin, baribir qadimgi yozuv qurollarini ko'tara olmaydi. Chunki ularni saqlash uchun sumkalar emas, sandiqlar kerak bo'lgan. Bundan ancha yillar avval qog'oz ixtiro qilinmasdan oldincha odamlar loydan tayyorlangan tasmachalarga yozishgan. Keyin ular quritilgan. Hozir daftarga yozyapmiz-ku. Demak, sumkalar kerak. Siz yaxshi biladigan maktab sumkalarining akasini esa Yevropaliklar kashf qilishgan. Oradan yillar o'tib, maxsus xatlar bus-butun yirtilmay o'z egalariga yetib borishi uchun varroq tashuvchi ma'nosini bildiruvchi portfel o'ylab topilgan. 4 burchak shaklli bu portfelni qog'oz bilan ishlovchi odamlarchi faxr bilan tutishgan. Siz yaxshi ko'rib tutadigan maktab sumkalari harbiylardan esdalik bo'lib qolgan desam, ishonasizmi? Ularchi yelkaga osiladigan, arqonidan bir tortsa, og'zi shatta yopiladigan sumkalarda kiyim, yeguliklarni saqlashgan. Qadimgi portfellar toza charmdan, qopqog'i esa tyulen terisidan tayyorlangan. Shu sabablimi ular juda og'ir, noqulay va biroz qimmatroq ham bo'lgan. Portfelning dunyoga kelishiga esa boshqa bir narsa sababchi bo'lgan. Portfellardan biz qog'ozlarga o'tmoqchimizmi? Ha, Agar bilsangiz, qog'ozning portfeldan ancha yoshi katta. Hozirgi qog'ozlar o'ylab topilgunicha qanchadan qancha yillar o'tgan. Turli buyumlardan qog'oz o'rnini bosishda foydalanishgan. Masalan, qadimgi Misrda papirusdan foydalanishgan, loydan, taxtachadan, lekin baribir ko'ngillari joyiga tushmasdan izlanaverishgan. ilgari ham shunday qilishgan-ku. 8-asrda Samarqandga kelib qolgan xitoylik olimlar O'rta Osiyoliklarni qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishtirgan ekan. Shu Mavaraun nahrida ham qog'oz ishlab chiqarila boshlangan. Ayniqsa Samarqand qog'ozlaricha rossiyada ham mashhur bo'lgan ekan. Zahiriddin Muhammad Boburning yozib qoldirgan asarlaridacha dunyodagi eng yaxshi qog'oz Samarqandda ishlab chiqariladigan qog'ozdir. Uni Qonigildan oqib keluvchi suv yordamida tayyorlashadi deyilgan. Ana endi men gapiraman. Samarqanddagi qog'ozgarlarning ishi butun dunyoga mashhur bo'lgan. Sababi u qog'oz kam siyoh shimgani sababli o'sha davrdagi eng qimmatbaho buyumlardan biri siyohni ham iqtisod qilgan. Kam chiqim bo'lgan yana u yerda Samarqand sulton qog'ozi, Samarqand shoyi qog'ozi, Mir Ibrohim, Yanachi Nimkanob degan qog'ozlar ishlab chiqarilgan. Narxi ham shunga yarasha bo'lgan. Hozir ham samarqandlik qog'ozgarlar qadimgi usul bo'yicha qog'oz ishlab chiqarishyapti. Samarqandga borsangiz-chi, agar Samarqandga yo'lingiz tushib qolsa, albatta o'sha ustaxonaga borib ko'ring. Voy! Nima qilding? Yangi qog'ozga pat qalamni siyohga botirib yozib ko'ramiz deb bankachada siyoh olib kelgandi. Botirib deysan? Bankasi bilan ag'darib yubording-ku? Mayli, hechqisi yo'q. Bu-chi yangi siyohli qog'oz bo'ladi, bilding? Siyohli qog'ozga nimada yozamiz endi? Yozamiz. O'ylab topamiz. Faqat ertaga, maylimi? Bo'pti, mayli.